Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. E'tiboringiz markazida UFC MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Vodiy MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC MMA boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin 2 soat vaqtimiz ketgan. Ushbu rolik uchun 3 soniya vaqtingizni ayamay videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz bugungi dasturimizni boshladik. UFC sobiq chempioni Daniel Cormier Islom Magachevni yarim o'rta vazn jang qilish rivojlantirish munosabati bilan unda yengil vazn kamarni olish haqidagi gap so'zlar munosabat bildi. Agar Jonson hali chempion bo'lsa, nima uchun Islomdan kamarni olish kerak? Jonson kamarni olishga 2023-yil martda 2024 noyabrgacha u hech qanday jang qilmadi. Shunga qaramay kamar unda qoldirilgan. UFC 309 Miociga qarshi jang qilgandan buyon 6 oy o'tdi. Oldingi himoyadan keyin 18 oy o'tib jang qilgan kamar olinmadi. Endi nega Islomdan kamarni olib qo'yishsin, dedi Kore. Eng yengil vazn toifasida o'zbekistonlik UFC sobiq jangchisi Saudiy Yoqub Qahramonov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga yangi post joyladi. U o'zining Instagram profili yarim o'rta vazn toifasidagi amaldagi UFC sobiq chempioni amerikalik aralashishga kurash ustasi Belal Muhammad bilan mashg'ulot jarayonining suratini joyladi. En stilda quyidagi suratlarni izohlang Qahramonov. Belal 11-may kuni o'z kamarini Jack Del Modellendan himoya qilishga urinib ko'radi. Qahramonov esa o'zining keyingi jangini 17-may kuni o'tkazishni kutilmoqda. Do'stlar, hozirgi dasturimiz mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlar barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Vodiy MMA kanalidan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.